qabristonga ilmi amal qiladiganlar, jinlarga ishonib, ishini jinlar bilan birga qiladigan yomon ayollar haqida hamda yomon insonlar haqida. Haqiqatda bir qo'g'irchoqlar, rasmlar, ziynat qilgan qo'g'irchoqlarni topib olamiz. Shunga ikkita qo'g'irchoqning ismini yozib, qorniga, yuragiga, boshiga nelarsanchi, kafanga o'xshatib ikkitasi biriga teskari qilib o'rab. Ana o'sha nelarsanchini olib, domla o'qib tozalagandan keyin hech qanaqa ukollarsiz harakat, sudirga, tutqanoq, epilepsiya kasalligi qolib ketar ekan. Buyruq berma! Qanday chiqib ketadi? Yo shu ketadimi tana bilan? Ha, u jin ham endi asl jon olayotgan paytda chiqib ketadi deganlar. Rahmanir-Rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rohim. Maliki yawmiddin. Hey! Na'budu va iyyaka nasta'in. O'qima! Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi O'qima! alayhim valaddallin. O'qima! Ket! Qayerdan kirding buning ichiga? Aytmayman! Nima istaysan bundan? Aytmayman, seni bo'g'aman hozir. Qayerdan kirding dedim. Aytmayman. Yo'qol. Xudo haqqi, qayerdan kirding? Menga teginma. Yo'qol. Tegilmayman, chiqib ketsang tegilmayman. Qayerdan kirding? Chiqmayman. Auzubillahi minashaytonirrojim. Chiqasanmi yo'qmi? Chiqaman. Qayerdan kirding? Boshim. Qayerdan kirding? Aytmayman, chiqaman. Qayerdan kirding? O'qima. Meni o'qima. Qayerdan kirding dedim. Aytmayman. Aytasan, aytmaganingga qo'ymayman. Qayerdan kirding? Aytmayman. Auzubillahi minashaytonirrojim. Aytmayman. Bismillahirrohmanirrohim. Qayerdan kelgan bo'lsang ham chiq bo'lsa. Shomda kulgasiydim. Nimaga unday qilding? Nimaga kirding? Bundan nima istaysan? Shomda kulgasiydim. Daraxtning tagida o'tirdim, yong'oqning tagida. Nima istaysan bundan? Nima istaysan? Chiqmayman, tanasini tark etmayman. Nimasi yoqib qoldimi senga buni? Yoqib qoldi. Nimasi yoqib qoldi? Yoqdi. Erkakmisan, ayolmisan? Erkak. Ayolman. Erkakmisan, ayolmisan? Erkakman. Demak, uni yoqtirib qolgansan. Yoqtiraman. Nimasini yoqtirasan? Yoqtiraman. Nima qilsan? Nima qilsan? Nima qilsan? Allohu akbar, Allohu akbar. O'qima. Bu ahad Allohu samad lam yalid va lam yakul lahu kufuwan ahad. Isming nima? Ismim Siroj. Siroj, nima istaysan bundan? Tark etmayman, yaxshi ko'raman. Ketmayman tanasdan. Kofirmisan? Musulmonmisan, kofirmisan? Sen Xudodan musulmonmisan, kofirmisan? Yo'q. Musulmonmisan, kofirmisan? Kofirman. Ket. Siroj, dinga qara. Hozir tanasini tark etasan va islom dinini qabul qilasan. Musulmon bo'lasan. O'qima. Assalomu alaykum, hurmatli Hayot ko'rsatuvimizning doimiy obunachilari hamda muxlislari. Bugun ko'rsatuvlarimiz har doimgidan boshqacharoq bo'ladi, ya'ni jinlar, sehrgar ayollar, folbinga ishonadigan hamda folbinga boradigan insonlar haqida bo'ladi, ya'ni qo'sh tirnoq ichida aqllilar haqida bo'ladi. Bugun ko'rsatuvimizning biz kutgan, ammo siz kutmagan mehmoni bor. Shohibuddin aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Shohibuddin aka, hayot ko'rsatuvi doim xalqning tilidan olib boriladi. Unda hech qanaqa bo'rttirma, mubolag'alar bo'lmaydi. Hayotdan olingan holatlarni ba'zida ijtimoiy rolik qilib, ba'zida esa qanaqadir holatda ularga gapirib, ko'rsatib, roliklar ishlanadi hamda suhbatlar, intervyular olib boriladi. Bugun siz bilan suhbatimizning mazmuni hamda mohiyati qabristonga ilmi amal qiladiganlar, ilmi amal uchun boradiganlar hamda o'sha jinlarga ishonib, ishini jinlar bilan birga qiladigan yomon ayollar haqida hamda yomon insonlar haqida olib borsak, nima deysiz? Qabristonda ko'p yillar davomida
ijod qilgansiz, o'sha yerda ishlagansiz hamda o'sha yerda mashaqqatli ishlarni ham qilgan ekansiz. Ozgina o'sha qabristondagi qo'rqinchli, mashaqqatli va halol ishlaringiz haqida gapirib bersangiz. Bizda shu qabristonda hayit arafalari, shammaliklar aytiladi, tozaliklar aytiladi. Shundan keyin qarovsiz qabrlar bo'ladi. Shunda shularni majbur o'zimiz tozalaymiz. Shu tozalagan paytlarimizda haqiqatda bir qo'g'irchoqlar, rasmlar, nina tiqilgan qo'g'irchoqlarni topib olamiz. Lekin mana xayr xudoyga beramiz, boshqa beramiz, o'zaro quloqimizga eshitilib qoladi. Mana baland mazasi yo'q, qabristonga ko'mib ketgan ekan, shunaqa bo'pti, mazasi qochib qoldi, boshqa qildi deb ko'pchilik shu narsadan norozi bo'lib qolishadi. O'zingiz o'z ko'zingiz bilan yaqin kunlarda ko'rganingizni bizga ilgaridan aytib o'tdingiz, shu haqida qisqacha. Endi o'zimiz ko'rganimiz bir kelin kuyovni 2,5 farzandi yo'q ekan. Shunga ikkita qo'g'irchoq qilib ismini yozib, qorniga, yuragiga, boshiga niyani sanchib, kafanga o'xshatib, ikkitasini biriga teskari qilib o'rab, ko'mib tashganini ko'rsatishdi. Ko'mib tashlab ketganini ko'rsatishdi. Shunaqa qabristondan deb olib ko'rsatishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda yaqinda biz ko'rdikki, bir oilaning kamida 3-4 nafar insonini o'sha sehr jodu orqali o'limga mahkum qilganlarni, ularni o'ldirishganini, hatto oxirgi farzandlarini o'sha ilmi amalni, joduni to'xtatib, ya'ni domlalar o'qib, oilani saqlab qolganlik haqida ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik. Bunda o'zingiz ham ko'rdingiz. O'sha qilinayotgan amallar hamda qo'g'irchoqlar, sehrlangan rasmlar asosan kimlar tomonidan o'sha qabristonga olib boriladi, ham kimlar tomonidan amalga oshiriladi? Erkaklarmi ko'proqmi yo ayollarmi? Endi ko'proq ayollar qiladi bu narsani. Ayollar ko'rmaslikdan, hasaddan shu narsani qilishadi. Keyin endi biz bir tanishimiz mahallamizda imom emas, endi domla bo'lib uncha-muncha odam o'qib yurgan odamlarimiz bor, undan xabarimiz bor. Hali baxtini boylagan, farzand yo'lini bog'laganlarni ham xabarimiz bor. Endi yon qo'shnimiz bo'lgani uchun ulardan uncha eshitganmiz, boshqa qilganmiz. Hali o'zimni o'ldiraman, osaman deb kelganlar bo'lgan. Shuni o'qib domlamiz davolab qaraganlar, o'ziga kelib, yo'q, men bu ishni qilmadim, tan olmaganlar ham bo'lgan. Bu o'sha sehr jodularning ta'sirida. Bizga aytib o'tdingiz, bir oy davomida, endi kamida qisqa miqdorlarda aytyapman, bir oy davomida kamida 10 ta 15 ta qo'g'irchoqlarni, latta qo'g'irchoqlarni, ko'zlariga igna sanchilgan rasmlarni ko'rganman, topib olganman deb bizga ba'zi bir xillarni fotosuratni ham taqdim etdingiz. Bu qanchalik haqiqatga yaqin va qanchalik bu narsalar odamlarga haqiqatdan zarar keltiradi? Nima uchun buni so'rayapman? Siz bunga oydinlik kiritsangiz, keyingi qilinadigan o'sha gunohli ishlardan ayollar, erkaklar tiyilarmidi, insonlar ko'zini katta ocharmidi deb savol beryapman. To'g'ri. Endi bu narsaga endi biz fatvo berganda bo'lib qolishdan qo'rqamiz. Endi ilm amal qilganda ham, qildirganda ham oxirat kuyadi deyishgan ota-bobolarimiz. Oldindan bu qolgan narsalar bor. Bir yo'la endi ilm amal orqasida ko'z, suq nafasiga hasad degan narsalar ham kelib o'tadi. Endi yo'q odamlar tarixlaydigan ko'z ham bor. Endi ko'z tuyani qozonga, insonni mozoriga olib qo'yadigan joylar bor endi. Shulardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, baribir bu ilm amal qilgan odamlar hozirgi dunyosini ko'rmaslik, hasaddan qilayotgan bo'lsa, Alloh bu dunyoda ham, u dunyoda ham baribir ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lamki, opa-singillarimizga, onaxonlarimizga mana shu gunoh ishdan qaytishsa, bir oilani qiynab, ularni azobga qo'yishmasa, buni bilgan biladi, bilmagan doktorga boradi, doktorga borsa kasali chiqmaydi, emir tiqillaydi, boshi og'riyapti, sudurgisi bor deydi. Lekin aslida o'sha duo qilingan yuradi. Yuradi. Olib bormagan joyi qolmaydi. Qayerga olib borsak deydi, shu davo topmadik deb yurishadi. Keyin qaytganda bir domlaga o'qitishga borsa, boshqa qilsa, endi ularga bir Alloh bergan xislati bo'lishi mumkinki, mozorga narsa ko'mganda shuni olib tashlaydi. Borsaki boshiga nina sanchib qo'ygan rasmda bor. Ana o'sha nina sanchgan olib domla o'qib tozalagandan keyin hech qanaqa ukollarsiz harakat, sudurgi, tutqanoq, epilepsiya kasalligi qolib ketar ekan. Demak, bu shu qadar haqiqatga yaqin. O'sha amalni qilgan insonning o'ziga ham qaytishi qanchalik to'g'ri? Endi Alloh u insonni qilgan fe'li-ku yarasha qaytaradi. U dunyodan bu dunyoga ham qaytaradi. Eng yomoni yaxshi ko'rganiga uradi degan joyi bor-da. Yaxshi ko'radi. Neki kim mol davlatni yaxshi ko'rsa, mol davlatiga uradi. Kim farzandini yaxshi ko'rsa, farzandiga uradi. Shuning uchun yana bir takrorlab o'tamanki, shu ilm amal qilayotgan odamlar, nafsini quli bo'lgan domlalarning oldiga borib, sehr jodi qilayotgan insonlar pulni berib qildirgandan ko'ra, o'shani bala chaqasi bilan o'zi yeb, ichib,
Allohdan so'rab qo'yish kerak insofini, dushmanlik qilayotgan odamlar. Lekin ularga dushmanlik qilishlariga men maslahat bermayman. Lekin yaxshi ko'rganlarga uradi. Demak, o'sha ishni qilayotganlarni qo'yib turaylik-da chetda, lekin arzimagandir, balkim arzigandir mablag'lar, pullar evaziga qilayotgan domlalar ham bor. Shular haqida ham qisqacha. Endi bu ilmimda aytdim, qilganda ham qildirgani oxirati kuyadi deyiladi. Lekin Alloh taqdirga aralashib qo'yadi-da ular. Kimdir baxtli bo'lish kerak, baxt yo'lini bog'laydi. Kimdir farzandli bo'lish kerak, farzand yo'lini bog'lab qo'yadi. Kimdir ish yurishda Alloh harakatga yarasha omadini berib qo'ygan, lekin o'shani omad yo'llarini bog'lab qo'yishadi. Duoga shak yo'q, baribir ta'siri bo'ladi. Shuning uchun Alloh taqdirga aralashgan uchun o'sha insonni qilganda ham, qilib bergan domlarni ham oxirat kuyadi degan bekorga emas. Qishloq ahlidan ko'pchilik qismidan eshitdikki, sizning otangiz o'sha jinlarni chiqarish bilan hamda odamlarni kasal bo'lganda o'qish bilan shug'ullangan ekanlar. Bundan 10-15 yillar ilgari va bolaligingizda o'sha jinlarni o'qiyotgan insonning uyida barib katta bo'lgansiz farzand sifatida. Otangizning shu o'tgan hayotidagi jinlarni chiqarish nima holatlarni ozgina gapirib bersangiz. Bu ko'pchilikka qiziq. Endi bu narsa shunday narsa bo'ladi, kelibsa o'sha dadamizga yopishardi. O'qimadi, bo'g'ardi, yopishardi, uni ushlab qolishardi. Ushlab qolishmasa, shu ajratib bo'lmaydigan darajada qanaqadir ularga kuch kelardi. Biz o'zimiz qo'rqib ketardik ularning vajohatidan. Bir nozik es bilaman, 19 yosh, 20 yosh qizchani olib kelishgan. Hali baqir-chaqir qilib 5 ta odamni, akasini o'rtog'ini o'zidan ham kuchi yetmagan, hali 5 tasini o'sha kelsa 45 kilo, 40 kilo keladigan qiz bolaga kuchi yetmagan. Qo'lida chirpirak otib yuboradi. Men shunda o'zim qo'rqib tan berganmanki, bu jin degan narsa o'zi jindek, kichkina degan narsa degan narsa, lekin odamni boshqarib, qanaqa kuch-quvvat berishini o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Ko'z bilan guvohi bo'lgansiz. Jinlar nima deydi? Qanaqadir falsafa yoki yo'q degan bilimsiz hamda ilmsiz odamlar bor-da, ular jin borligiga haligacha ishonmaylik. O'zlari musulmon. Shu haqida ham fikrlaringiz. Demak, jinlarga ishonish kerak hamda ulardan saqlanish kerak. Ya'ni poklanish kerak, toza yashash kerak, toza yurish kerak. Nima deysiz bunga? Shu aytganingizdek, tahorat bilan yursa, inson aurasi baquvvat bo'ladi. Aura baquvvat bo'lgandan keyin uncha sehr, jodu, ko'z ta'sir qilmaydi. Chunki hamma narsa poklikda. O'zimdan kelib bir savol bermoqchiman. Asli haqiqatga yaqin emas, haqiqat bu. Bobomiz shunaqa jin o'qiydigan odam edilar, domla edilar. Ona urug'imizdan, ona avlodimizdan bir navarasiga jin tegdi. Shunda buvimiz xafa bo'ldi. Bobomizga dediki, "Sen jinlarni o'qiganing uchun navaram jin chalish kasalligiga yo'liqdi" dedi. Haqiqatdan ham hozir aqli zaif hamda jin chalgan bo'lib, haligacha 40 yoshli ayol, endi yosh bolaligida yo'liqqan bo'lsa, o'sha jinga hozir 40 yoshli ayol hali hamon o'sha jin chalgan holatida yotadi, yolg'izlikda juda har xil harakatlar qiladi. Demak, bobom jinlarni o'qigani uchun o'sha jin balkim jiyanimga yo'liqqandir. Va bu orada buvijonim haq edilarmi? Nima deb o'ylaysiz? Balkim bobomning uylarida o'sha jinli bor odamlar kelib o'qilgani uchun shunaqa holatga tushgandir. O'sha jiyanimiz. Lekin bizda ham o'sha dadam necha yil qaragan bo'lsalar, hech bizning oilamizga hech unaqa hamla qilish, jinlardan zarar yetmagan. Zarar yetmagan. Balkim endi dadamiz ilmlari bo'lib, o'zidan o'shani tozalab qo'ygandirlar. O'sha shuni sababidan tegmagan bo'lishi mumkin. Ilmaman xo'p, hasaddan, ko'rmasidan qildirdi. Pullarni rasxod qilib qildirdi-da, payt kelib u inson ham baribir sog'lig'idan o'tgandan keyin boshqa o'zini o'qitib qaytarma degan narsa bo'lar ekan. Ana shuni o'qitgandan keyin o'ziga farzandiga urgandan keyin ko'zni ochiladi, kech bo'ladi. Kech bo'ladi. Lekin Allohim kerak bo'lsa bedavo dard berib qo'yishi mumkin. Lekin qilgan yomonligi uchun. Ba'zi ayollarimiz erlarni boshqa ayollardan saqlab qolish maqsadlarida shunaqangi o'qitadilarki, eshitamiz. O'sha odamning kasal bo'lib qolganini bilyapmiz, oilaga dars ketganini bilyapmiz hamda o'sha oila parokandachilikka. Ko'proq bu narsa ayollar tarafidan qilinyapti. Bunga nima deysiz? Shu ayollardan ko'p bo'ladi bu narsalar. Ular o'z erlarimni saqlab qolaman, o'sha ro'zg'orimni tinchitaman deydi-da, issiq sovuqqa oilamning baxti uchun nima qilibdi degan holatlarda fikr yuritib qo'yadilar. Bir savol beraman, bu ko'pchilikka qiziq. Inson o'ladi, tanasi o'ldi, inson o'ldi. Jinlari bo'lsa agar o'sha insonni qanday chiqib ketadi? Yo shu ketadimi tana bilan? U jin ham endi asror jon olayotgan paytda chiqib ketadi deganlar. Kitoblarda shunaqa, yo sizning fikringiz? Dadam rahmatli aytganlari bo'yicha, jin tekkan odam qariladi ham bo'ladi, boshqa qiladi. Shu jon olishga Azroil kelganda birinchi jini chiqib ketadi. Azroildan qo'rqib jini chiqadi birinchi.
keyin joni chiqadi. Oshiq jinlar ham bor deyshadi. Bu qanchalik to'g'ri? Ha, oshiq jin degandek bir ayolni olib kelishdi. Uni qaynonasi, meni kelinim eri bilan dedi, munosabat yaxshi emas. Urush janjal qilaveradi, yoqtirmayman seni, ko'nglim yo'q deydi, mana shunaqa bo'lib qoldi. Lekin ko'zlari ham bejo deb olib kelishdi. Shunda endi biz ham qiziqamiz, yosh bo'lganmiz, kerakimizni poylab shu narsani guvohi bo'lganmiz yoshlik paytimizda. Shunda haligi o'qisa, boshqa qilsa jinlar gapirar ekan, o'zimiz qo'rqib ketganmiz. Men chiqmayman, buni tanasidan chiqman, buni sevib qolganman. Bu meniki. Buni eri borsa yo'q. Eriga bu mehr qo'ymaydi, menga mehr qo'yib qo'ygan. Shuning uchun eridan biz sovut tashlaganmiz degan jinlarning gapini boshqacha tovushda, erkak tovushda ayol kishining ichidan chiqqanini eshitganmiz-da. Shu otangizning davrida. Ha. Insonda jin kirganini qanday bilib oladi? O'sha ko'zlaridanmi yo qanaqadir xarakteridan, balki bu ruhiy kasal bo'lsa-chi? O'qiydigan domlalar jin kirgan odam bilan ruhiy kasal odamni qanday farqlay oladilar? Endi hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham shu narsa chiqdi. Ruqiya nimalarni o'qilganda jini bor odam o'zi bezovta bo'ladi. Ruhiy kasalga 10 marta o'qisa ham, chilyosin qilsa ham ruhiy kasalga hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Jin tekkan kasalga o'qilsa, shu bezovta bo'lib, qiynalib o'qimadi, baqir-chaqir qilib tashlaganlar bo'ladi. Dadangizni o'sha o'qiyotganda, jinni o'qiyotganda dadangizni jin bo'g'moqchi bo'lgan holatlarni ham aytarmidilar? Ha, shundoq deganlar, menga yopishdi, zo'roq qutqarib qolishdi, bo'g'ib qo'ydi degan nimalari bo'lgan. O'qiganda qiynalgandan keyin u domlaga yopishadi. Domla bo'sh kelsa deganlar, domlani ham yengib qo'yadi deb aytganlar. Demak, doimo inson o'zini poklab, halol bo'lib yursa hamda islom dinimizda bo'lgan suralarni, shunga qarshi suralarni o'qib yursa, inson hayoti bundan xoli bo'ladi. Yoki sura o'qisa, o'qimasa bu jinlar yopishmoqchi bo'lsa, yopishaveradimi? Nima deb o'ylaysiz? Endi jinlar yopishadigan bo'lsa yopishavermaydi. Haqiqatda birinchidan poklik. Poklik bo'lgandan keyin bismillah deb ish boshlansa, har doim ular qochadi. Keyin ko'proq o'sha dadam rahmat aytardilarki, ko'proq ayol kishiga jin kiradi. Nega? Ayol kishi idish tovoq chayadida, suvni issiq suvni sepib oladi. Ko'rmasdan turib jinni sepib qo'ygandan keyin o'sha jin undan o'zini qasdini olish uchun tegadi. Bitta nimasi shu ayollarni. Keyin yana nimasi safarda, yo'lda bovul qilish uchun push demasdan chekalog'i burchak joylarga yozilib qo'ygandan ham o'sha jinlarni ko'rmasdan ustiga yozib qo'ysa, keyin shunda ham tegib qoladi degandilar. To'g'ri, rahmat sizga kattakon. Albatta bu siz biz bilan bo'lgan suhbatlarni otangizdan o'qib, otangizdan eshitib hamda otangizning ta'limoti orqali bizga yetkazyapsiz. Buning uchun rahmat. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, biz bu borada bir narsa deyishga ojizmiz, chunki hammamiz ham ojiz bandamiz. Ko'rsatuvni o'sha qabristonga ilmi amal qiladiganlarga bu mutlaqo gunoh hamda zararligi uchun ijtimoiy rolik qilib chiqarmoqdamiz hamda suhbat olib bormoqchimiz. Hammani ham insofini o'ziga bersin hamda bugungi ko'rsatuvimizni sizga kattakon rahmatlar aytib yakunlaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Avvalambor insonning qalbi pok hamda sof bo'lsa hech qanday balo yo'liqmaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.